Kulgu qiroli Charli Chaplin 88 yil umr kechirgan. U sizlarga 4 ta maslahatni aytib qoldirgan. Birinchi, bu dunyoda hech narsa abadiy emas, hatto bizning muammolarimiz ham. Ikkinchi, men yomg'ir ostida sayr qilishni yoqtiraman, chunki ko'z yoshlarimni hech kim ko'rmaydi. Uchinchi, hayotda yo'qotilgan kun bu kulmagan kunimizdir. To'rtinchi, dunyodagi eng zo'r 6 ta tabib: quyosh, dam olish, jismoniy tarbiya, parhez, o'zini hurmat qilish va do'stlar davrasidir. Hayotingizning har bir bosqichida ularga tayanib, sog'lom turmush tarzidan zavqlanib yashang. Oyga termulsangiz, Parvardigor yaratgan chiroyini ko'rasiz. Quyoshga nigoh tashlasangiz, yaratganning qudratini his qilasiz. Agar ko'zguga qarasangiz, Tangri taoloning yaratgan eng go'zal xilqatiga ko'zingiz tushadi. Biz hammamiz sayyohlarmiz. Yaratganning o'zi bizni yo'naltiruvchidir. U allaqachon bizning yo'nalishimiz, joylashgan joyimiz va maqsadlarimizni belgilab qo'ygan. Unga ishonib, hayotdan zavqlanib yashang. Hayotimiz shunchaki sayohat. Shu bois hozir yashang. Chunki erta bo'lmasligi ham mumkin. Xo'sh, Charlining bu so'zlariga siz nima deysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu videoni do'stlaringizga yuborib qo'ying.